inson bolasining qadri bilim va aql bilan bo'ladiganligi so'zlanadi. Xudo insonni xillab tanladi va yaratdi. Uningga fazilat, bilim, aql va farosat berdi. Uningga qalb ato qildi, ham tilini ravon qildi. Aya va go'zal xulq qiliq berdi. Bilim berganligi uchun inson bugungi buyuklikka erishdi. Farosat berganligi uchun tugunlay yeshildi. Xudo kimga aql, farosat va bilim bergan bo'lsa, uning qo'lidan ko'p yaxshiliklar keldi. Bilimni buyuk, idrakni ulug' deb bil. Bu ikkisi xillangan bandining martabasini o'stiradi. Bu so'zning dalili sifatida munu so'z keldi. Bu so'zni anglag'inda so'zingni shu yerda to'xtatdi. Qayerda idrak bo'lsa, ulug'likka erishadi. Bilim kimda bo'lsa, u buyuklikka ega bo'ladi. Farosatlik uqalaydi, bilimlik bilalaydi. Bilimlik farosatliklar tilikiga yetadi. Bilimning ma'nosini bil. Bilim nima deydi? Bilim bilgan ardin hamon kesal yiroqlashadi. Bilimsiz kishilarning barchasi kasalchan keladi. Kasalni davolamasa kishi tezli o'lib ketadi. Yur, ay bilimsiz, kesilingni davola. Ey olim, bilimsizlikning davosini sen aytib ber. Farosat bir chulvurdur. Uningga erishgan kishi tumanlagan orzusi bo'lsa-mu tilikiga yetalaydi. Qara, farosatning kishiga foydasi ko'p. Bilim bilgandan keyin kishi aziz bo'ladi. Har qanday ishni farosat bilan ishla. Erishgan vaqtlaringni bilim bilan mustahkamla.